Assalomu alaykum, Maxstroy. Hurmatli obunachilarim, biz mana bitta obyektimizni tugatdik, xudo xolasa. Dush kabinani oynasini qo'ydik, kalyonli oyna. Foydali bo'lgani uchun sizlar bilan ulashyapman. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Bu narsani o'zingizlar ham e'tibor berasizlar. Shu uy qurayotganlar, dush kabina qo'ydirmoqchi bo'lganlar tomosha qilasizlar. Mana eshigi, zapchasi hammasi turetskiy ekan. Bittalab ko'rsatib o'taman. Mexanizmlari hammasi turetskiy. Menga shu narsani yopilishi yoqdi. Mana qaranglar. Kafilga borib uriladi. No stopi bor. Stopi bilan uriladi. Mana qaranglar. Kuch bilan berasiz, orqaga qarab itaveradi. Bu yog'i ham xuddi shunday uriladi. Joyida sekin to'xtab beradi. Bu narsani biz mebellarda ko'rdik. Mana mebellarda ahamiyat qilsangiz. Mana mebellarda. Mana unitazlarda. Vianing unitasi. Ko'rasizlar, baho berasizlar. Krishkalari. Men bunaqa dush kabinaga e'tibor berganim uchun sizlar shu narsadan foydalangan. Xo'p, yoqqan bo'lsa, xudo xolasa o'zingizlarni e'tiboringlarni chetda qoldirmaysizlar. Rahmat kattakon.